Bismillahirrahmanirrahim. Mana plazmaferez boshladik. Mana Rustamjon. Mana bu suyuluvlar, mana bu apparat. Asosiy narsa bu yerda mana bu ko'k filtr. Mana ko'k filtrga o'zlarining qonlari kirib ketyapti. Tepasidagidan o'zlarining qonlari tozalanib, o'zlariga qaytib boryapti. Xudo xolasa tozalanadi. Mana bu o'rtasidagidan qondagi hamma axlat moddalar mana bu xaltaga yig'iladi. Mana shunga. Mana qondan chiqqan mahsulot. Mana Rustamjon, sizga ham ko'rib qo'ying. Mana shu to'ladi, xudo xolasa. Mana kompyuterida mana 3 sekundda qaytib beryapti, 4 sekundda olinyapti qon. Mana 150 mm smog ustunida bosim ostida ishlayapti. Mana 2 minut boshlandi. Boshlangandan keyin 230 ml qon o'tdi filtrdan. Mayli, sog' bo'lsinlar, Rustamjon. Mana shu zahar modda 1 litr. Shu filtr ajratib berdi. Qonlarni tozalab berdi. 3,5 litr qon filtrdan o'tdi. Mana hozir filtrlarni ishlatilgan hamma ashyolarni kesib tashlaymiz. Yaqinroqdan kelib. Bizga tushmaydi. Mumkin emas.